Assalomu alaykum, hurmatli prezident bobo. Ana Buxoro viloyati Vobkent tumanini Shakarken MFda qishlog'ida haligi stadion bor edi uzoqdan beri. Ana bu yerda Asadov mahalla raisi Asadov Amurlo sport nimasi desam haligi detskiy plashatkani komplektavat qilgan edi. Sayfiddin Mahmudov raislik bo'lgandan keyin buni qo'parib oldi-da, o'zi biladi sotdimi nima qildi. Bugunlik kunga hamma joyini buzib yotibdi. Ana o'quvchilar kelgan, mana tomoshaga kelgan bular traktorni tomosha qilibdi. Stadion buzilibdi mana. Iltimos bu ishni to'xtatib, stadionni ta'mirlab berishlarini so'raymiz. Hurmatli prezidentimizning qarorlariga binoan stadionni ta'mirlashning o'rniga buzib yotibdi mana. Plashatkani buzdi birinchi, ha indamadik. Endi bu stadionni buzishiga chidab tura olmadik. Hurmatli abonentlar, o'zlaringiz qo'llab-quvvatlashlaringizni so'raymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.